Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlarga bitta ma'lumot yetkazib qo'yay. Bu kosinni nagrev edi. O'sha tokka ham, kotelga ham ishlaydigan boiler hisoblanadi, suv isitgich. Toza dushlar uchun. Hozir Hojiboy dakimti bor ekan. Bor. Shu kimda shunaqangi boiler bo'ladigan bo'lsa, shunga o'xshash. Chaqirishdi bizni, ismayapti dedi. Endi kelib o'zimiz yoqib berib ketyapmiz. Knopkani bosasizlar 3 sekund. Bosdik. Endi bitta bosib qo'yib yuboramiz. P1. Shuni yana bitta bosamiz. P2. Mana P3 maksimalni 2 kilovatli rasxod qiladi. Mana shu P3 ga qo'yib qo'ysalaring, yozgi kunda tokdan ham foydalanish mumkin. Qishki kunida bu shart emas. Qishki kunida mana undan o'tgan issiqlik hisobiga tezroq isib suv yetkazib beradi. Kimga video foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yasizlar. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Hop, fevral oyida topshirgan ishimizni mana 2 kun oldin suvlarni ulab berib ketgandik sanab berib.